Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Mana bugun 2025-yil 1-aprel. Bugun yana bir laboga chiroyli bo'lgan tungi kashfkani qilib bo'ldik. Laboyimiz egalari YouTube kanalimizdan ko'rib kelibdi. Laboni hamma joylari shumzalatsa, atroflari ko'rib ko'rasizlar. Samareza klubga degan narsalar tagida polni ko'rinmaydi. Ko'rinmaydigan joylardan qatnashamiz. Mana bu joylarda mana konteyner pollar qo'yilgan. Har qanaqa zarbadagi yuklarda mana bunaqa reyka yuklaysizlarmi, mana bunaqa turbalar yuklaysizlarmi tegadigan bo'lsa, bukilmaydi. Mana bu joylari mana ko'rasizlar, ichidan penaplex shumkalari qilingan, yo'llari bukib chiqilgan. Mana bu joylar mana 1,5 sm ichkariga qaytgan bo'ladi. Qo'lda ilmaydigan holatda qilinadi. Xo'p, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'ida. 1 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Alohida poliga rezinkasi bor. Va mana bu yoniga, nariga laboga qo'yib qo'yganmiz mana. Aslaga sandiqlari ham bo'ladi. Bemalol unga ham murojaat qilishingiz mumkin. Hamma Xudo xolasa keyingi labosi bo'ladi. Sizni kuzatishda davom eting. Fikrlaringizni bemalol kommentariyaga yozib qo'yishingiz mumkin. Kamchiliklar bo'lsa bemalol yozib qo'yasizlar. Iloji boricha chiroyli o'rnashtirib, qotirib, to'g'rilab ketamiz. Sizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat.